Bo'g'im og'riqlari, osteoxondroz, tizza ko'zini og'rishi, qo'l oyoqlarda uyushishlar mana shu sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, men Jo'rayeva Go'zalxon 18 yillik salomatlik bo'yicha ekspertman. Mana shu kasalliklaringiz uchun tabiiy yechim bera olaman. Azizlar, bu kasallikdan batamom qutulishning oddiygina yo'li bor. Avval u nimadan kelib chiqdi, qanaqa davo choralarni ko'rdingiz, bularni biz o'rganib olgan holatda sizga programma tayinlaymiz. Bo'g'im og'riqlari, qo'l oyoq uyushishi, tizza ko'zini og'rishlari bu asosan shamollashdan kelib chiqadi. Nega deysizmi? Chunki bunga menda isbot bor. Belgiyada auksionda bir dona kitob $10,000 ga sotilgan. Bu o'sha davr tabibi bo'lgan bir insonni yozgan kitob bo'lgan, lekin buni olgan odam ichini ochganda atigi bir jumla so'z bo'lgan. Mana shu jumlani $10,000 ga sotib olgan. Qanday jumla deysizmi? Boshingni sovuq tutsang ham oyog'ingni issiq tut degan jumla bo'lgan. Demak, hamma bo'g'im og'riqlari, tanadagi a'zolarni shamollash ham oyoq tagidan o'tar ekan. Demak, azizlar, bu safardan keyin hamisha oyog'ingizni issiq tutishga harakat qiling. Albatta, shamollashni bildingizmi? Darrov issiq vannalar va giyohli vannalar qilishni ham unutmang. Sizlarga mana shu shamollab o'tib ketgan yoki vannalar ham ta'sir qilmayapti degan insonlar uchun men tabiiy yechim beraman ekspert sifatida. Mana bu mahsulotlar ichkaridan o'sha suyaklar yemirilishi, ya'ni qonni kislorodga to'yinmasligi oqibatida sirkulyatsiya yaxshi bo'lmasdan oziqalanish kamayadi bo'g'imlarda, tizzalarda va butun muskullarimizga oziqlanish kamayib qoladi. Shu paytda men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan mana bu programma ichkaridan ichiladi. Bu o'sha narsaga yechim bo'ladi. Kondroitin glikozamin butun suyaklar sistemasini oziqlantiradi, uni xiryash qavatini oziqlantirib beradi. Albatta, vitaminli kalsiy bor. Bu kalsiy bo'lsa, o'sha suyakdagi ketayotgan osteoporozni yo'q qiladi. Demak, suyagimiz qachon gipsga o'xshab qattiq shaklda bo'lsa, ana shunda bizda hech qachon shamollash yuzaga kelmaydi. Tanalamin mahsuloti bu mahsulot sizda paydo bo'layotgan o'sha joydagi zaharli moddalarni yo'q qiladi, qon aylanishini yaxshilaydi, oziqalanishni kuchaytirib beradi. Ya'ni o'sha tizza, bo'g'im, hatto qo'l uchigacha, oyoq uchidan boshingiz uchigacha bo'lgan kapillyar tomirlarda qon aylanishini yaxshilab, oziqalarni, kalsiylar, kondroitinlar va suyaklar uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Tashqaridan albatta terilik qavatlarimiz shamollagan bo'lsa, albatta bu kasallikdan ham qutulish qiyin bo'ladi. Men sizlarga 2 xil maza aytaman. Bu ikkalasini bir qoshiq undan, bir qoshiq bundan qilib aralashtirib, o'sha joylaringizga 3 mahaldan surtishni tavsiya qilaman. Albatta, mana shu programmalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Dastavkasi bepul. Agar sizlarni ham bo'g'im og'riqlari, shu qo'l oyoqdagi shamollashlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Video so'ngida telefon nomerlari bor. Mutaxassislar sizlarning savollingizga javob beradi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bo'g'im og'riqlari bor tanishlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying bu videoni va obuna bo'lishni ham unutmang. Omon bo'linglar, kelgusi videolarda ko'rishguncha.